hurmatli do'stlar, bugun siz bilan Arizo 8 gibrid avtomobilini realniy test drive'dan o'tkazib ko'ramiz. Qani bu to'ychoq o'zini yo'llarda, trassada, o'nqir-cho'nqirli yo'llarda qanaqa tutadi? Bir haydab, minib ko'rib, taassurotlar bilan bo'lishamiz. Agarda siz ham ushbu avtomobilni bizning dilerlik markazimizdan kelib, o'zingiz realniy test drive qilib ko'rmoqchi bo'lsangiz, buning uchun sizga bitta haydovchilik guvohnomasi, ya'ni prava kerak bo'ladi xolos. Hozir hamma proseslarni birin-ketin yoritib ko'rsatib boramiz. Avtomobilni доверенность qilib olganimizdan keyin bizga bitta menejer biriktirishadi va avtomobil kalitini berishadi. Rahmat. Assalomu alaykum, test drive'imizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan Arizo 8 mashinamizni test drive qilib ko'ramiz akajon. Xo'p, bu test drive'imizni mahalladan boshlaymiz. Men o'zim sizga mashinani chiqarib beraman. Keyin almashamiz, mashinani haydab ko'rasiz, oxirida taassurotlaringizni ulashib ketasiz. Xo'p, do'stlar, demak, test drive'imiz boshlandi. Birin-ketin menejerimiz sizga tushuntirib, mashina haqida, yo'llarda qanaqa o'zini tutishini haqida, podveskalari haqida gapirib beradi. Men savol berib boraman, keyin xudo xolasa almashamiz. Undan keyin men haydab ko'raman va oxirida taassurotlarim bilan bo'lishaman. Xo'p. O'zi avtomobil o'zini yo'lda qanaqa tutadi, komfortlari qanaqa, podveskalari qanaqa, razgonlari qanaqa, birin-ketin ko'rsatamiz xudo xolasa. Ketdikmi? Ketdik. O'zi bu gibrid avtomobili. Gibrid avtomobili. Tushuncha berib, ta'rif berib. Xo'p, bu gibrid avtomobilimiz Arizo 8 o'zi yangi chiqqan. 2026-yil. Xo'p, bu mashinamiz to'liq tok bilan 150 kilometr bosib o'tadi. Polni bak, benzin polni bak tok bilan polsi 1400 ta yuradi. Значит, bir marta oyiga zapravka qilsam va to'liq nima deydi, tok bilan to'ldirsam, shu bilan bir oy bemalol yursam bo'ladi. Bemalol. O'rtacha oyiga 1000 kilometr yurayman, ishga, uyga borib kelish bilan. Demak, ekonomik avtomobil. Ham bu biznes segmentdagi biznes sedan hisoblanadi. Shunday akajon. Komfortlari juda ko'p. Xo'p, bu ikki xil rejimga bo'ladi. Buni chist tok bilan haydasangiz ham bo'ladi, gibrid nimasi bilan rejimi bilan haydasangiz bo'ladi. Chist tok bilan 120-130 haydasangiz ham faqat tok rasxod qiladi. Gibrid rejimi bilan yursangiz agar 60 gacha tok bilan 60 dan keyin benzin tokni to'ldirib ketaveradi. Bu ham уже отдельно ham ekonom, ham komfort. Nima uchun? Hurmatli do'stlar, agarda siz gibrid avtomobillari haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, bilishingiz mumkin. Toshto BYD avtomobillarida ham gibrid versiyalari bor, lekin u yoqda upor asosan nima deydi, elektromobilga berilgan. U asosan elektromobil, u yoqdagi benzin motor faqat как бы generator vazifasini bajaradi. Bizda esa Chery avtomobillariga hammasi benzin avtomobil bo'lganligi uchun upor bizada mashinalarda demak, benzin motor, ya'ni 1,5 litrli turbina motorga berilgan gibrid, to есть elektr motor to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Ya'ni bu plug-in gibrid hisoblanadi. Xo'p, ana hozir yo'ldagi mahalla ichida ketyapmiz, o'nqir-cho'nqirlardan o'tib boryapmiz. Podveskalari o'zini yumshoqligini ko'rsatyapti. Xo'p, hurmatli do'stlar, biz test drive'imizni imенно shu mahallalarning ichidan boshlaymiz, chunki bu yoqda o'nqir-cho'nqirliklar bor, har xil mana bu lijashi politseyskilar bor. Shularning hisobiga o'zingiz avtomobilni podveskalarini sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shuning hisobiga. Xo'p. Ko'ramiz. Xo'p, hurmatli do'stlar, biz tekis yo'lga chiqdik. Bu hali trassa emas. Bu yoqda biz avtomobilni razgonlarini o'zingiz bilan bitta sinab ko'ramiz. Xo'p, qani bu avtomobil o'zi gabaritli avtomobil, qani toshto bu shustri avtomobilmi yoki og'irligiga qaraganda sekin avtomobilmi, o'zingiz bilan sinab ko'ramiz. Aka, endi almashamiz. Siz o'zingiz mashinani haydab ketasiz, taassurotlaringizni hammasini aytib ketaverasiz. Bo'ladimi? Kelishdik. Xo'p, mana hurmatli do'stlar, trassaga ham chiqib oldik. Trassaga e'tibor beramiz. Avtomobil yo'qligiga qarab nima deydi? Поворотникni yoqib chiqamiz. Tekis yo'lda ham avtomobil o'zini bolid stoyki, ya'ni nima deydi? Dadil tutyapti.
sal gaz bosyapman, u davay oldinga qarab ketdik deganday. Nima deydi o'zini? Xuddi hamma paytda tayyor turadigan kon, ya'ni otga o'xshaydi. Buni ayniqsa qorasini olib, katta bo'llar temasini qilib yursa bo'ladigan mashina. Xo'p, hurmatli do'stlar, mana o'zingiz bilan avtomobilni mahallada, trassada va tekis yo'llarda o'zingiz bilan sinab ko'rdik. Razgonlarini ko'rdik, komfortlarini ko'rdik. Qanaqadir savollaringiz qolgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Agarda siz ham ushbu avtomobilni kelib, realni minib ko'raman deydigan bo'lsangiz, opsiyanada qo'yilgan nomerga telefon qilib, bemalol zaявка oldirishingiz mumkin. Yoki-da bizning dilerlik markazimizga tashrif buyuring. Dilerlik markazimizning adresi Kogon Buxoro yo'li, Geofizika, Emir restorani to'g'risidagi Cherry Avenue rasmiy dilerlik markazi.